Mana bitta teshib ham chiqib kelyapti. Yon tomirlarni ko'paytirib mana qilishyapti. Mana mana ildiz qanaqa chiqib kelyapti. Assalomu alaykum hurmatli hamkasbli fermer va dehqon akalarimiz. Biz bugun Buxoro viloyati Romiton tumanida Jahon akamiz issiqxonalaridamiz. O'tga biz Rutfit mahsulotimizni berganmiz 10 kun oldin. Giktariga 5 litr rasxod bilan va natijalarini bo'lishib boramiz. Mana bitta teshib ham chiqib kelyapti. Yon tomirlarni ko'paytirib mana qilishyapti. Mana ildiz qanaqa chiqib kelyapti. Juda ajoyib xudo xolisi natijalarimiz. Bundan oldingi holat, ishlatishdan oldingi holat, keyingi holatini hozir qo'yib ko'rsatamiz. Farqini shunday ko'rib olasiz.